Assalomu alaykum bozor trendining ashaddiy obunachilari va bizni kuzatib borayotganlar va semental ishqibozlari. Bugungi video roligimiz ozgina qisqaroq bo'ladi. Bir dona semental va bir dona shved novvosimiz sotilar ekan. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidamiz. Xudo xolasa bu yerda bir bosh semental, birinchi sort sementalimiz va shved buqamiz sotilar ekan. Xudo xolasa sizlarga iloji boricha tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Bu semental buqamizni bo'yi 1.40-45 ekan, живой vesi 750 plus minus. Shved buqamizga keladigan bo'lsa 850 plus minus живой veslari, yeb ichishlari zo'r, emlashlari bo'lgan, hamma tarafi qonini tekshirib olaman degan, naslchilikka olaman degan, olib dalishib boqaman degan akalaringizga taklif qilib qolamiz. Akalar, xudo xolasa bu novvoslarimiz behijolat. Sementalimiz 14 oylik bo'libdi. Narxiga keladigan bo'lsak, semental buqamizni 48 milliondan ozmoz xayri bor deyapti. Shved buqamizga keladigan bo'lsak, shved buqamizni 50 million so'm ozmoz xayri bor. Xudo xolasa ekranda nomerlar qoldiramiz, bemalol telefon qilib, gaplashib, borib ko'rib, telefonda video olib tashlashganligi sababli jitta videomiz noodatiy bir yaxshi chiqmagan bo'lishi mumkin. Kim qiziqib olmoqchi bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib, gaplashib, borib ko'rishlari mumkin. Shvedimiz ham, sementalimiz ham xudo xolasa sigirlarga qo'shilyapti ekan. Kimlarga naslga qiziqadigan bo'lsa, bemalol olib, hozirdan o'zi olib borib qo'shsa bo'laveradi. Hijolat qilmaydi xudo xolasa deyapti. Akalar, kim qiziqsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilib, bemalol xarid qilishlari mumkin. Sog' bo'linglar.